Erta turgan kishini Alloh o'nglar ishini degan naqliga amal qilgan holatda Namangan viloyati Pop shahridagi obyektimizga keluvdik. Mana ustalarimiz bomdodda turib ishni boshlashibdi. Alloh rozi bo'lsin. Bitta like bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lsalaring, shunaqangi mramor gipki kamenni ishlab chiqaruvchining o'zidan promoy narxda olishingiz mumkin. Narxlari kimga qiziq bo'lsa albatta ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Devor tayyor holatda bo'lsangizlar, mashq holatini 85 mingdan qilib beryapmiz. Devoringiz tayyor holatda bo'lsa, mana laklash jarayoni, ko'cha fasadimiz bitgandi. Ishonchli va sifatli bo'ladi. Yuvsangiz bo'laveradigandan bo'ladi, rangi o'chmaydi va ko'chmaydigandan bo'ladi. Azizlar, videoni yo'qotib qo'ymasligi uchun kanalimizga obuna bo'lib, tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Shunda mramor gipki kamen mahsulotlarini birinchi qo'ldan ishlab chiqaruvchidan olishingiz mumkin. Shunaqangi sifatlilarni salomat bo'ling.